Assalomu alaykum obunachilar. Mana yangi 65 markant germanskiy yangi masli press-podbor yetib keldi. Mana tushirildi hozir. Tushirish jarayoniga yetib kelolmadik. Mana upakovka yashikda. Sal uzoqdan iynalari bilan ko'rsat. Mana aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa mana shu yangiliklarimiz masli hali ochilmagan upakovkasida turibdi. Bunday beshliklar ichida mana. Bunday aylan. Bir yoqdan mana reduktorlar bilan, mahoylar bilan ko'rsatib, ag'dan keyin ballonlar ko'rsatasan. Ha, aylanur. Ballonlarigacha shunday o'zida upakovka holatda mana. Sekin yur. Yur baqa. Bu birinchisi. Mana bunda yana bitta ikkita kelgandi. Ikkinchisi bu. Ikkinchisini pastda turibdi. Mana ertaga xudo xolasa yig'ish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Video davomida sekin mana ijodkorlarni ko'rsat. Ikkita 65 markant 65 ta obzorni qilyapmiz. Endi bitta rabochiy germanskiy bu ham German davlatdan kelgan. Markant 55. Holati bu ham o'rtacha holatda. Bunday aylanib ag'dan o'tib keladi. Shu ballonlarini, jatkalarni ko'rsat. Igolkalarini ko'rsatdim. Igolkalariga ham qiziqadi obunachilar. Arqalarini ko'rsataylik mana. Arqalari endi apparatda vizualni arqdan o'tib ko'rgin. U tomondan ko'rsating zublarini, holatlari. Rabochiy holatda, sostoyansida yaxshi holatda ishlatadigan kamchiliklari yo'q hozir bu yerda. Buni yuvib, moyka qilib, bir ertagina bir xudo xolasa obzorlarni qilamiz. Beshlikni ichlarini ko'rsat, aylanib o'tib. Bo'ldi. Reduktorni ko'rsatgan. İçlarini pastdan shu shatoni nimalarni ko'rsat. Bo'ldi. U tomondan bitta o'yindan turib baqqala bag'da ovor. Shu общий hammasini. Markant